Qadrli kuzatuvchilar, bugun biz sizlar bilan bozorni arzon eshiklari va Akbarish kompaniyasining eshiklarini, og'irliklarini o'lchab ko'ramiz. Birinchi bo'lib, mana shu bozor eshigini o'lchab ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar, 17 kilodan ozgina oshiqroq chiqyapti. Birgina barmog'im bilan o'shab turman, yoqqa bu yoqqa ketib qolmasligi uchun. Endi esa biz o'zimizning eshiklarni o'lchab ko'ramiz. Cho'ta menga og'irdek tuyulyapti. Aka, keling, qarashib ko'ring. Ani. Bu eshigimizni ham ko'rib turibsizlar. 38 kilodan oshiq chiqyapti. Bunda ham bitta barmog'imda eshikni ushlab turibman. Testimizda o'zingizlar ko'rdinglar, hammasi haqqoniy bo'ldi. Arzon eshik nimaga arzonligini, qimmat eshik nimaga qimmatligini menimcha bilib oldinglar.